Mingta подписчик, atigi mingta подписчик bilan 40 dan oshiq brendga yozdim. Javobi sizni ikkilantiradi. Aniq olib ketaverman, dal gapirib ketiraman. Natijasi sizni lol qoldiradi. Atigi mingta подписчик bilan 40 dan oshiq brendga yozdim. Natijasi sizni lol qoldiradi. Atigi 3 ta brend menga rozi bo'ldi birga ishlashlik bilan. Birga ishlashdik. Boshla. To'g'ri turib ol. Atigi mingta подписчик bilan 40 dan oshiq brendga yozdim. Lekin 3 ta dona brend men bilan сотрудничество uchun rozi bo'ldi. Men bilan сотрудничество uchun Hayajonlanma. Hech kim yo'q. hayajonlanmayman. Gapim kelmayapti. Atigi mingta подписчик bilan 40 dan oshiq brendga yozdim, lekin atigi 3 ta donasi men bilan ishlashga rozi bo'ldi. Hop, ulardan biri Sofia Cosmetics. Menga qaranglar, qanaqa narsalar yuborishdi. Shularni bir gap qilamiz. PR. How? Kстати, buni ingliz tilida полный обзор qildim. Ko'rishingiz mumkin. Shapkada kanalimning silkasi. Hop, bunisi juda ham qiziq narsa ekan. Qaranglar, ochiladi. Keyin yana ochasiz. Sıyvırtka bo'lsa kerak bu. Endi men koreyschani tushunmayman. Полный обзоры, полный nima haqidaligini qoldiraman pastda описаниеda. Juda ham qiziq narsa lekin. Sıyvırtka bo'lsa kerak. Xo'p, keyingi narsa bu kiprik o'stirish uchun keyingisi kiprik o'stirish uchun ampula. Men o'z ampul ishlataman kiprigim uchun. Lekin bu yangichasi. Qaranglar, shotkasini buni menga rosa yoqdi. Значит, bu kiprigingizni полный uzunligi bilan sizga yetkazib beradi. Ishlatib ko'rib, men bularni natijasini aytaman. Keyingisi bu kattaligini qaranglar, buni grammini qaranglar. Foundation, ya'ni tonalniy krem. SPF bor. Tush borishdi. Aytishdiki, siz mana shu tush ishlating. Qolgan ikkita tushingizdan ko'ra bular zo'r. Men o'zi bitta kabaret bilan bitta Maybelline pochkaligini ishlatardim. Agar ulardan zo'r bo'lsa bu tush, men o'zim reklama qilib chiqaman besplatniga. Lekin hidi qanaqadir spirt hidiga o'xshaydi. Bularning hammasi koreyskiy mahsulotlar. Tinchev. Balki noto'g'ri qo'yganman. Xo'p, bunisi krem. Ochmaganman plombasini. Boshchasini ochganman, o'shani ko'rsataman. Bu krem. Bu sitrusli krem. Nima uchun? Abuchin. Xolos. Mashinasini ochgan edim. Mana. Mana. Suyu krem. Hidi yaxshi. Bularning farqi bittasi 81%, bittasi 72%. Bittasi yo'q, bu ham krem, lekin bu черный точкali uchun. Keyingi produkt bizada bu Peach Essence. Men o'zi bunaqa narsa ishlatib ko'rmaganman oldin. Essence nimaligini bilmayman. Lekin ishlatib ko'rib, buni ham bitta obzor qilib beraman.
bunaqa narsa ekan. İçi shunaqa. O'zi adashdim ochishda. Mana. Suyu bo'lar ekan. Yo, bu ham kremga o'xshar ekan. Bu suyuqroq kremga qaraganda. Hidi yaxshi. Eng qizig'i menga mana 3 xil krem. 3 xil essence. 4 xil toner yuvorishdi. Bular hammasi egzi bir-biri bilan. Men shunaqa tushundim. Mana bu tonerga вообще gap yo'q. Buni qaranglar. Mani o'z tonerim yo'q edi. Shu tonerim yo'qligi uchun menga nasib qildi 4 ta tonerli bo'lish. Menimcha bular meni butun hayotimga yetsa kerak. Podarka qilib yuboraman bu. Lekin ingliz tilida aytganda more than enough. Mana qaranglar. Mayli, bittasini ochib ko'rsataman bularni ham. Buni lekin idishi yoqdi menga. Qanaqadir matviy, glansviy emas, matviy qanaqadir idish. Plombada turibdi. Mana. Buni qaranglar. Agar menda подписчик bilan mana shunaqa rezultatga erishgan bo'lsam, endi men bilmadim. Men просто shokdaman. Mana. Mashinchi narsa. Просто я благодарна. Nima deyishga so'z ojiz. Nima desam bo'lar ekan? Что? Chapichalmas. Afri. Подписчиklarim uchun rahmat. Da. Chunki o'sha mingta подписчик bilan boshladik. Da. Подписчиklarimga rahmat. Chunki niyat qilgan edim, mingta bo'lganimda men brendlarga yozishni boshlayman deb. No, hozir menda 1568 ta. Men juda ham sentimentalman. Har bitta подписчигim men uchun qadrli. Va bu Sofia brend uchun ham rahmat. Menga shuncha matiga o'zi personal produkt yozgan edim. Lekin ular menga qo'shimchasiga shuncha narsa yuborishdi. Даже men maskarani aytganim, tush aytganim yo'q edi. O'zligisi yuborishdi. Mana shu tushni ishlatib ko'ringsiz deb. Yoqadi sizga deb. E'tibor uchun kattakon rahmat ularga. Xullas, mana shu 3 ta narsadan, mana shu 9 ta narsani o'zligisi yuborishdi menga. Ko'rib turganinglardek, men bilmadim. Hozir menda 1500 ta, lekin shu подписчик bilan shunaqa rezultat, men juda ham faxrlanaman o'zimdan. Inshaalloh bundan da zo'rlariga men erishaman. Просто xursandman. Keyingi brendlar bilan obzorlarimni ham kutinglar. Yana 2 ta brend bor. Ular ham koreyskiy brend. Qiziq bo'lsa подписаны bo'linglar menga, like bosinglar. Mana shunaqa produktlarga, tekinga produkt olishga qiziqadigan dugonangizga tashlab qo'ying. Balki kurs ochib dars o'tiraman, Menga obuna bo'ling.